Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bugun yoshlik haqida paranglashmoqchi. Payg'ambarimizning buni hadis bilan boshlashni yaxshi deb o'ylayman. Payg'ambar alayhisalom bunday degan: inson qiyomat kuni tuandagi bir qancha ish haqida hisob bermay turib, uning puti yetkelmaydi. Birinchisi, o'zining hayotini qanday o'tkazganligi haqida. Ikkinchisi, o'zining yoshligini nimalarga sarf qilganligi haqida. Uchinchisi, o'zining pul melini qayerdan tepib qanday xarjlaganligi haqida. To'rtinchisi, o'zining o'rganganlari bilan nima ishlarni qilganligi haqida hisob berdi. Ana buning ichida biz har bir modda ustida qisqacha to'xtalib olmaymiz. Men faqat o'zining yoshligini nimalarga sarf qilganligi haqida so'raladi degan mushu mazmun haqida o'zimning ba'zi tushunchalarini sizlar bilan o'rtoqlashaman. Endi yuqorqi hadisda bizning diqqatimizni qo'zg'aydigan nihoyat muhim bir nuqta bor qarindoshlar. Balkim sizlar ham o'ylangan bo'lishingiz mumkin. Birinchisida, ya'ni inson o'zining hayotini qanday o'tkazganligi haqida so'raladi deyapti. Amaliyotda hammamiz bilamiz. Yoshlik amaliyotda uzun hayotning bir muhim bir parchasidan iborat, bir bo'ligidan iborat. Bir odam o'zining butun hayoti haqida hisob bergandan keyin o'zining yoshligi haqida ayrim hisob berishining nima hojati deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Chunki bir inson o'zining butun hayoti haqida hisob bergan vaqtda uning yoshligi, andan keyin qarilik davri, quromiga yetgan vaqti, mana bularning hammasini hisob berdi amaliyotda. Shunda turib bu hadisda atayin yoshlikning ayrim bir bosqich sifatida tilga ilinishi, uning umri bilan teng bir qatorda tilga ilinishi meningcha insonga nisbatan uning nurg'un hayot bosqichlariga qaraganda, ya'ni bolaligi, bo'voqligi, balog'at davri, quromiga yetgan davri va yashangan, ya'ni qarilik davri qatorliq o'xshamagan davr bosqichlariga solishtirganda bu yoshlikning favqulodda muhim, inson uchun uning qimmatining favqulodda yuksak ekanligini darak berdi deb o'ylayman. Undaqda nima uchun shundoq? Undaqda yoshlik zot bir inson uchun nimadan darak berdi? Bir odam o'zining umri haqida bir qatim hisob berib bo'lgandan keyin, ya'ni atayin yoshligini qanday o'tkazganligi haqida boshqa bir hisob berishi albatta bizni o'yga solishi lozim. Bu haqda men so'zimni uzatmay bir markaziy so'z haqida to'xtalaman. Yani bugün muşu söz insanlarda qalsa, balkim yoshlikning biz uchun nimadan darak berganligini meningcha anqagan bo'lishimiz mumkin deb o'ylayman. Mening qarashimcha yoshlik bir tayyorlik qilishdan, o'zini hozirlashdan darak beradi. Undaqda o'zini inson nimaga hozirlaydi, nimaga tayyorlaydi, nima uchun bu yoshlik bir tayyorlik bosqichi deyiladi. Hamda hammamiz o'zimizning hozirgi bosqichini, agar yoshlikka o'tib ketganlar bo'lsa, yoshlik davrini eslab o'ylanib baqsa, amaliyotda yoshlikda haqiqatan o'zimizni biz keyingi hayotimiz uchun hozirlaydiganligimizni his qilamiz. Masalan, bizning maktablarda o'qishimiz amaliyotda keyin ma'lum bir kasbni egallash uchun. Yoki agar maktabda o'qimay qolsak, bizning ota-onamiz ba'zi hunarvan ustozlarga shogirdlik berdi. Biz o'sha yoshlik vaqtimizda shu hunarlarni o'rgangandan keyin, o'rganib bo'lgandan keyin ondan bir ma'lum bir mas'uliyatni ustimizga olib, o'zimizning mustaqil hayotini boshlaymiz. Ya'ni yoshlik yanala tayyorlik. Agar biz yoshlikni bir tayyorlik bosqichi deb tunagan vaqtda menimcha qarindoshlarimizning hammasining kallasiga bunday bir savol keldi. Bundaqda nimalarga tayyorlik qilamiz? Yoki men o'zimni qaysi maqsadlar uchun hozirlayman deb so'raymiz. Agar biz bunday bir maqsadni aniq qilib olmasak, o vaqtda o'zimizni nimaga hozirlayman? Mening maqsadim mendan nimalarni hozirlashni talab qildi. O'zimni qandayroq bir odamga aylantirishim lozim degandek savollarga javob berishimiz kerak. Biz savollarimizni o'zimizdan qancha konkret, qancha amaliy so'rayolgan vaqtimizda bizning tayyorligimiz shuncha qaratmalikqa ega bo'ldi. O chaqda bekor ish qilib qolmaymiz. Mening qarashimcha bir yosh o'zini tuvandagi 3 ishga hozirlashi lozim. Birinchisi, ma'lum bir kasbni egallash uchun tayyorlik qilishi lozim. Chunki har qanday bir odam bu hayotida o'zining jonini o'zi beqishi lozim. Ma'lum bir kasbga ega bo'lishi, u balkim bir hunar bo'lishi mumkin, oddiy aytgan vaqtimizda. Yoki oliy maktablarda texnik yuksak oxirgi pallalargacha o'qib, yana ma'lum bir tadqiqot bilan shug'ullanish deganga o'xshash bir kasb bo'lishi mumkin. Hammamiz bilamiz, kasbning turi cheksiz. Ammo bir kasbni bir odam yoshligida egallaydi va yoshligida shuning iqtidorlarini hozirlaydi. Shundaqla shu kasb orqali o'zining keyingi hayotining moddiy asosini barpo qildi. Agar u bir kasbni egallolmasa, o vaqt uning keyingi hayoti boshqalarning quliga qarab qilish, o'zining moddiy mustaqilligidan to'liq mahrum bo'lish. Bu moddiy mahrumlik asta-asta uning ma'naviy mahrumligiga qadar elib bordi. Chunki siz moddiy jihatda butunlay boshqalarning quliga qarab qolgan vaqtingizda asta-asta ma'naviy jihatdami shularning beqindisi bo'lishga ma'siz. Ikkinchisi,
Ailesi için tayyorlik qilish. Ailesi için tayyorlik qilish deganimiz, buni men texmi konkretlashtirsam, bir er bo'lish uchun tayyorlik qilish. Ikkinchisi bir dada bo'lish uchun, yoki ona bo'lish uchun, yoki bir ayol, yoki bir xotin bo'lish uchun tayyorlik qilish deganlik. Texmi ochiq aytgan vaqtimizda. Endi hayotdagi eng kulgili ishlarning biri, biz hayotımızda kasb egallash uchun nihoyat qiyin imtihonlarni birib yashaymiz. Ammo inson hayotida eng uzun ustiga oladigan rol dada bo'lish va er bo'lishdan iborat, yoki ona bo'lish va xotin bo'lishdan iborat. Ammo buni men nimasi kulgilik deyman desa, bizning yoshlik vaqtimizda yoki ota-onamiz bizga, yoki o'zligimizdan qandoq dada bo'lish, qandoq ona bo'lish, qandoq er bo'lish haqida hech qandoq bir narsa so'zlamaydi va o'rgatmaydi. Biz hiçbir zaman özümüzni bu rol için tayyorlamaymiz, hazırlamaymiz. Daim dada bo'lib bo'lgandan keyin yoki ona bo'lib bo'lgandan keyin masala yuz bergan vaqtda andan qandoq qilaman deb paloqlab qolamiz. O vaqtda har doim kechikimiz, garchi ishni qilish davomida o'zimizni hazırlasakmı, agar biz baldurroq tayyorlik qilgan bo'lsak, muqarrar yuz berish ehtimoli bo'lgan nurg'un masalalarning, nurg'un ko'ngilsizliklarning, nurg'un qiyinchiliklarning oldini ola oldik. Ama bizim bu mesele olan tanışımız, ata-onalarning mı tanışı yeterli olmaganligi için özümüzni bu mengülük rolga nispeten hazırlaşımız mı yeterli emas. Şunlaşqa ikinci muhimlikta özümüzni aile üçün hazırlayımız. Qancha baldur hazırlasak yoshlik vaqtimizda, keyingi hayatımız shuncha muvaffaqiyatli ve shuncha baxtli o'tadi. Hamda üçüncüsü, özümüzni bir ijtimoiy mas'uliyatni ustimizga olish uchun hazırlayımız. Hamda ijtimoiy mas'uliyat degan gap qarabaqqa yumshoq aytilgan gap bo'lgan bilan onun içinde intayin köp narsa. Bu arkalık ben sizlerge şunu demekçi. Hazır chet eldeki Uyghur yaşları kelgüsüde. Mesela kesmemi yaxşı geldi. Ailesini mi tutup aldı. Ama onun üstünde başka mesuliyeti yok mu? Elbette var. Boğandı mı? Eğer bu mesuliyetini yaxşı ada qilmasa, bizning yaxshi aile tutqunimizning, yaxshi kasb o'rganganimizning haqiqiy ma'nini aytgan vaqtda jiq ahamiyati yo'q. Chunki inson bir şekilde yashab o'tib ketadi. O'zining nenini bir şekilde tapalaydi ve yiyalaydi. Ailesinin bir şekilde kuralishi mümkün. Ama onun kiyimki, yani ictimai mesuliyeti, anandan keyin bizning bu dunyoga kelganlik maqsadimizga yetkazadi. Men ijtimoiy mas'uliyat degan vaqtda bunda bir narsani ta'kidlamoqchi. Hammamiz chet eldagi har qanday bir Uyg'ur yigit yoki Uyg'ur qizi uning hayotida o'zidan halqagan bir ishi bo'lishi lozim. Ya'ni kelgusida u ailasiga nisbatan haqancha kuyimchan bir er, nayte mas'uliyatchan bir ana dada bo'lib ketgan taqdirdami, agar uning butun tirishchanliklari faqat va faqat oilani markaz qilib aylansa, xuddi mening oilam yaxshi bo'lsa, boshqa ish bilan korim yo'q, Xudoga shukr deydigan bu falsafaga amal qilib yashab qolsa, o vaqtda biz yana bu yoshlikning haqqini to'g'ri ado qilmagan bo'lamiz. Bizning bu dunyoga kelish maqsadimizni yana to'liq tushunmagan bo'lamiz. Bir inson avval o'zi uchun yaxshi bir inson bo'lishdan boshqa, u chuqum atrofidagilar uchun, o'zining qavmi, millati uchunmi yaxshi bo'la olgan vaqtda, shularning xizmatini qila olgan vaqtda andan bir haqiqiy inson bo'la oladi. Shunlashqa yoshlar o'zini muayyan bir ijtimoiy mas'uliyatni ustimga olaman. Men kelgusida millatim uchun mundaq bir ishni qilaman deb qancha aniq bekita olsa, shuncha yaxshi bo'ldi. Endi buning yana bir qimmati, bu nishonni, bu g'oyani qancha baldir bekitdi, men yoshlikda bu g'oyaning bu yoshlarga akiladigan kuch-quvvati cheksiz bo'ldi. Chunki bir inson o'zining g'oyasiga kuchli tirishadi. Bir o'g'zini nishon qilgan qush shuningga loyiq qanot qoqadi. Agar u samolarda, texnik yuksak egizlarda uchishni xayol qilsa, o vaqtda u shuningga kuchli tayyorlik qildi. Endiki savolimiz shu. Unda da siz nimalarni hazırlashingiz kerak? Men buni o'xshash yana 3 nuqtaga yig'incha qildim. Birisi, o'zimizni bilim bilan hazırlashimiz lozim. Ya'ni bilim bilan qurollanishimiz lozim. Bo'libmi zamonaviy bilimlar bilan qurollanishimiz lozim. Bugungi kunda bugungi davr taqozo qilgan bilim iqtidorini o'zimizda mujassamlashtirishimiz lozim. Bu mayli o'zimizning keyingi kasb, ya'ni o'zimizning shaxsiy janna beqish nuqtasidan bo'lsin. Mayli keyin men hozir degan ijtimoiy mas'uliyatni ustimizga elish nuqtasidan bo'lsin, o'zimizni bilim bilan hazırlash favqulodda muhim. Shunga yoshlik davri ko'pincha o'qishda o'tadi. Ham buni aytib tabiiy ham shunday qilish lozim. Mushu hozirlik qancha yaxshi tamomlansa, yoshlikdan keyingi haqiqiy bir kasbni tutib ish qiladigan vaqtimiz shuncha yaxshi, shuncha unumli, shuncha natijali bo'ldi. Agar biz bu bosqichni o'tkazib o'tib qolsak, keyingi bosqichda jiq halsirab qolamiz, hazırab qolamiz. Ikkinchisi, o'zimizda bir sog'lom bir jismoniy badanni hazırlashimiz lozim. Ya'ni aniqroq desak, chiniqishimiz lozim. Men bugungi kunda chet elda yashagan Uyg'ur yoshlarining chiniqmasligini qat'iy to'g'ri tushunmayman.
Buni qabul qilmayman. Shuncha yaxshi sharoit bor turib, nima deb cheniqmaymiz? Cheniqish biz uchun emas, o'zimizning shaxsiy sog'lomligi uchun emas, o'zimizning g'oyalar uchun favqulodda muhim. Bu haqda uzun to'xtalishning hojati yo'q. Uchinchisi, o'zimizning ruhini hozirlaymiz. Men ham ruhini hozirlash deb abstraktroq bir uqum ishlatdim. Amaliyotda o'zimizning ruhini hozirlash deganlik, o'zimizning iymonini, e'tiqodini texnik kuchlantirish, mustahkam qilish. Shu orqali hayotda uchrab qolgan yoki uchraydigan nurg'unlagan psixik masalalar, ruhiy qiyinchiliklar, dushvorchiliklarning üstün kelaydigan, uni yengalaydigan, qiyinchiliklar oldida bel qo'yib etmaydigan bir putmas, tugumas bir kuch buluqiga ega bo'lish kerak deganlik. Yuqorqi 3 narsani hozirlay olsak o'zimizda. Andan keyin men boshda degan 3 xil nishonga yaxshi yetalaymiz deb o'ylayman. Oxirida so'zimni yana bir ig'iz so'z bilan xulosalay. Yoshlik biz uchun bir tayyorlanish bosqichi. Biz uchun o'zimizni ulug' g'oyalarga hozirlash bosqichi deganlik. Hammalarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.